3. Assalomu alaykum kanalimizda a'zolari, hammaga xayrli kech. Buxoroga olib kelib o'rnatgan ishimizni sizlar bilan qisqacha video obzorini qilib o'tamiz. Narxini oxirida aytib o'tamiz. Spandingimizdan boshlasak, 100% laminat, boshqa bolalar miyaqchilik qilib, moshi materialda ishlangan. Spanding razmeri matras 220 ga, eni 170. Oyoq tomonini dekel qilib ishlaganmiz. Ancha-muncha joyi odam o'tganda oyog'ini urmasiga yog'larni figurali qilib kesilgan. Trimosiga kelsak, trimosi ikki tarafida polkasi bor. Bu 35 qilib ishlangan. Aynan chetlariga diyet o'rnatilgan. O'rtasi 3 ta tortni vakuumga qilib ishlangan. Spandingga tumbamiz sinamagani uchun bitta tumbamizni bu tarafga qo'ydik. Tumbamizni bu tarafdan ko'rsatsangiz bo'ladi. Ichlarida polkalari bor, vakuum osha-moshada. Plafonlar soatli 3 xil rangda yonib o'chadi. Shkafimizga kelsak, shkafimiz eni 210 ga, bo'yini 210 qilib ishlaganmiz. O'rtasida rombi ayna qilib ishlab berganmiz. Chekka tomonda kassim shunga moslangan. O'rtasi 3 ta polka, tepasi sef. Sef bilan ishlangan. Bu tarafi past shlyapasi bor, jenskiy kiyimlarga moslangan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu ishimiz Buxoroga kelib, o'rnashi bilan 8 million 600 ming so'mga olib kelib o'rnatib berdik, ustanovkalar ichida. Kimga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar.